Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonda yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. 23 oktyabr Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadiri Xanım qatarlıqlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevada turishliq musafirlar boshqarmasi xodimlari bilan uchrashib, Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida iztirob chekayotgan Uyg'ur musafirlar masalasini so'zlashgan. Rabia Qadiri Xanımning aytishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı musafirlar boshqarmasining mas'ullari Uyg'urlarning bugungi vaziyatidan xabardor ekanligi, Uyg'ur musafirlar masalasini hal qilish uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatadiganligini aytgan. Rabia Qadiri Xanım qatarlıqlar o'tgan hafta Birleşken Devletler Teşkilatı'da chaqirilgan 59. navbatlik ayollarga qartilgan kamsitishga qarshi turish yig'iniga qatnashgan va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot bergan edi. Xitoy turma doiralari oktyabrning boshlarida Guangxidagi bir turmada sirli qoldi qazo qilgan Uyg'ur yoshining jasadini tuqqanlarga berishni rad qilgan. Egallashimizcha, Ablajon ismli Uyg'ur yosh Turkiyaga menish safarida bu yilning boshlarida Vyetnamda tutqun qilinib Xitoyga qaytarib berilgandan keyin Guangxi o'lkasidagi Pingshan turmasiga qamalgan. Turma doiralari 9 oktyabr Abdullajonning yaqindagi urug' tuqqanlarga telefon qilib, uning kasallik sababi bilan tuyuqsiz qazo qilganligini uqtirgan. Marhumning Turkiyadagi dadisi Abdul Mannan qorining bildirishicha, uning yaqindagi urug' tuqqanlaridan 4 kishi marhumning jasadini qaytarib kelish uchun Guangxiga borgan. Afsuski, Pingshan shaharlik turma doiralari Pingshanning Sazgur chegara rayoni ekanligini bana qilib, Abdullajonning jasadini qaytarib berishni rad qilgan. Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati yaqinda tarqatgan terrorlik taqobil turish qo'llanmasi haqida to'xtalgan ba'zi mulohizachilar mazkur qo'llanmaning qaratmiliqqa ega ekanligi, bu xil qaratmiliqqa ega qo'llanmaning rayonda milliy ziddiyat vaziyatni pasaytirishga foydasiz ekanligini ko'rsatdi. Xitoy markaziy hukumati ilgari bu xil qo'llanmani mamlakat miqyosida tarqatgan. Bu qitim Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati o'zining rayonga xos qo'llanmasini tarqatdi. Jamoat xavfsizlik doiralari bu qo'llanma fuqarolarning o'sharligini o'stirib, terrorlik taqobil turishga foydali deb tonishtirgan. Lekin Amerikada o'ltirishli Xitoy vaziyat analizchisi Chin Pokin apandi bu tadbirning Uyg'ur elida hech qanday masalani hal qilmay, balki texnik ko'p ziddiyat paydo qilganligini bildirdi. Vakalatsiz Millatlar Tashkiloti BDT kishilik huquq kengashining ayollarni kamsitishga qarshi turish komitetiga sungan dokladida Uyg'ur va Tibet ayollarining diniy e'tiqod, grajdonlik huquqi, ishga o'rinlashish, davolanish, nikah, emgak, planliq tug'ut, ma'rif qatorliq jihatlarda sistemalik kamsitishga uchrayotganligini bildirgan. Dokladda Uyg'ur ayollariga qartilgan diniy e'tiqod jihatdagi kamsitish haqida to'xtalib bunday deyilgan. Qonunda ayollarning chumbal taqishi yoki an'anaviy diniy kiyimlarni kiyish cheklanmagan bo'lsa-mu, biroq chumbal artgan an'anaviy diniy kiyimlarni kiygan Uyg'ur ayollar kamsitishga uchradi. Bu doklad BDT kishilik huquq kengashining 20 oktyabr boshlangan 59 navbatlik yig'ini munosabati bilan tayyorlangan bo'lib, u BDTning ayollarga qartilgan kamsitishga xotim berish komitetiga sunilgan. Türk Dünyası Jurnalistlar Cemiyeti tarafidan ta'sis qilingan İsmail Gasparali xalqaro kishilik huquq erkinlik mukofoti turmidagi o'qituvchi ziyoli Ilhom To'xtiga berildi ekan. Mutaxassislarning aytishicha, bu mukofot Türk dunyosida ta'sis qilingan tunji xalqaro mukofot bo'lib, bu mukofotning Ilhom To'xtiga berilishi alohida ahamiyatga ega ekan. Ilhom To'xtiga ilgari Barbara Goldsmith yezish erkinlik mukofoti berilgan edi. 2014 yılı BDT'nin Ma'rif Fen Medeniyet Teşkilatı tarafından İsmail Gasparali yılı e'lon qilingan edi. Bu münasebet bilen Türk dünyasının her qaysi joylarda har xil faoliyatlar o'tkazilmoqda. Mashhur Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti bu yil 23 sentabr davlatni parchalash jinoyati bilan umrlik qamoq jazosiga buyurilgan. Yeniden aşkarlangan sağlık ma'lumotlarga qaraganda o'tgan 10 yil jarayonida tarim neftligidan Xitoy o'lkalariga yo'tkab ketilgan tabiiy gaz 140 milliard kub metrga yetgan. Xinhua agentligining 29 oktyabr xabar qilishicha, doiralar bu vaqtdagi statistikalik ma'lumotlarni bu hafta oshkorlagan. Tarim neftligi 2004 yili tamomlangan atalmış g'arbning gazni sharqqa yo'tkash birinchi turbi liniyasining boshlanish nuqtasi. Xitoy o'zi tarqatgan ma'lumotga qaraganda mazkur turbi liniyasi orqali yo'tkalgan tabiiy gazlar Xitoyning sharqiy qirg'oqidagi 80 shahar, 3000 sanoat markazini o'z ichiga olgan jami 400 million odamni tabiiy gaz bilan ta'minlaydi ekan.
Xitayning sharqidagi 400 million odam Uyg'ur elidan yo'tkab ketilgan tabiiy gazlardan erkin bahramand bo'layotgan mezgilda Uyg'ur elida aran 4 million odamning 2013-yildan boshlab mazkur tabiiy gazni ishlatishga boshlaganligi ma'lum. Halbuki bu 4 million odamning qancha persentini yerlik Uyg'urlar egallaydiganligi ma'lum emas. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishga omon bo'linglar. Men Erkin, xayr xo'sh.